Assalomu rahmatullohi barakatuh. Hammamiz sizlar sport bilan 100 kun omili challenge'imizni bugun 91-kunidamiz. Yangi hikoya aytib beraman. Bir tabi nozik kishi do'stiga maktub yozib, uni ba'zi bir sir asrorlardan voqif bo'lmoqchi bo'libdi-da, ogohlantirmoqchi bo'lsa, yonida o'tirgan bir betamiz kishi, "Qani buni yozayotganiga qarayver." Shunda haligi tabi nozik kishi maktubga "Agar yonimda falon betamiz va zang'ar kishi bo'lmaganida ko'nglimdagi barcha dardu hazratlarni bunga yozgan bo'lardim" debdi. Shundagi betamiz "Voy birodar, qachon men seni yozganingga qaradim" debdi. Shunda tabi nozik kishi "Qarama sen, qayerdan seni yomonlaganimni bilding" degan ekan. Qissa kimningdir yozgan ma'lumotlarini yoki-da sir asrorlarini yashirincha xufiyona olishlikka urinish, o'qishlikka yoki-da ishlatishlikka mumkin emas, yaxshi ish emas, josuslik qilish. Shuni ulashib bergan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.